Nima? Katta lavozimda ishlasangiz, nima qilsangiz yarashaveradimi? Abdurahmon, Nima? Akalar nima qilsa qilaveradi, ukalar jim qarab turish kerakmi? Uka, shuncha kundan beri indamadim. Endi bu gaplaring ortiqcha. Aka, sizni tushundim. Bunaqa qilib ketishingiz noto'g'ri. bolalarim, urushmanglar. Yo'q, ona, urushganim yo'q. Bular o'zlari nohaqlik qilishyapti. Aka, boshni qotirmang. Abdurahmon aka, sizdan boshni og'ritmang. Meni navbatim. Ey, aka, uka, odamda sal insof ham bo'lish kerak. Nima? Insof? Uyda kichkina o'g'il kim? Men. Demak, menga qoladi. Men seni katta akangman. Seni ham akangman. O'zlaringdan ketishma. Bu safar onamni men olib ketaman. O'g'lim, bir pas to'xta. Xo'p bo'ladi. Bolalarim, qani qo'linglarni duoga ochinglar. Ilohi amin. Sizlarga ikki dunyo saodatini bersin. Meni shu oyoqlarim ishlamagan holatda ham talashyapsizlar. Sizlarni farzandlaringiz ham shunday talashsin. Menga qanday hurmat ko'rsatgan bo'lsangiz, farzandlaringizdan qaytsin. Onajonim, endi bir oy sizga o'zim qarayman. O'g'illaringizga umuman sizni bermayman. O'zimni mehribonim. Uyimni barakam bilan jannatim olib ketib qoldi, aka. Nimasini aytasan? Doim chaqqonlik qiladi. Shuning uchun ham rahbar bo'ldi-da akam.